Oldingilarni tishi ancha baquvvat bo'lgan, hozirgi tishlar ancha nimjon, emallari tez zarar ko'radi. 20 ga kirmasdan turib turli xil tish qatorlarida, tish qattiq to'qimalarda nuqsonlar tez kuzatiladi degan tushunchalar noto'g'ri, chunki bu asosan bizlarni iste'mol qiladigan mahsulotlarimizga bog'liq. Ya'ni biz iste'mol qiladigan o'sha gazirovka, fast foodlar, turli xil shirinliklar emalga juda zarar yetkazadi. Albatta, yana tish emaliga ta'sir qiladigan omillardan bittasi bu gigiyenaga rioya qilmaslik, ya'ni tishlarni o'z vaqtida tozalamaslik. Odatda biz 2 mahal tishlarni tozalashimiz kerak. Ba'zi bir patsientlarda biz kuzatamiz, ya'ni 2 marta emas, 1 marotaba tishni tozalash holatlari kuzatiladi. Tish tozalashni ham to'g'ri qilish kerak, ya'ni ovqatdan keyin albatta og'iz bo'shlig'i tish cho'tkasi yordamida ma'lum bir daqiqalar davomida tozalanishi kerak bo'ladi. Og'iz bo'shlig'ini vaqtida tozalamaslik natijasida og'iz bo'shlig'ida turli xil bakteriyalarning yig'ilishi kuzatiladi va buning natijasida tish qattiq to'qimalarida karislar kuzatila boshlaydi. Og'iz bo'shlig'i gigiyenasiga to'g'ri rioya qilib, tishlarni to'g'ri parvarishlab, vaqtida stomatolog ko'rigiga kelib tursangiz, bu tishlar sizga ko'p yil xizmat qiladi.